Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan meningiz, ya'ni bosh miya pardalari haqida gaplashamiz. Bilamizki, bosh miyani 3 xil parda o'rab turadi. Ya'ni markaziy nerv sistemasini 3 xil parda o'rab turadi. Kelinglar, undan oldin markaziy nerv sistemasini sxematik holatda tasvirlasam. Sxematik holatda tasvirladim. Bu markaziy nerv sistemasi. Markaziy nerv sistemasini ichkaridan birinchi bo'lib bosh miyaning yumshoq pardasi o'raydi. Yumshoq pardasi. Bu bosh miyaning yumshoq pardasi qon tomir bilan juda ham kuchli ta'minlangan holatda bo'ladi. Kuchli qon tomir bilan ta'minlangan holatda bo'ladi. Yozib qo'yamiz. Birinchi parda bu pia mater. Pia mater. Bizda pia degani yumshoq degani, pia yumshoq degani, mater degani bu ona degani. Ya'ni xuddi ona o'zini bolasini yumshog'im deb quchoqlab turganday tasavvur qilsak, eslab qolamiz. Demak, birinchi o'rab turgan parda, ichkaridan o'rab turgan parda pia mater, ya'ni yumshoq parda, bosh miyaning yumshoq pardasi. Ikkinchi parda esa bosh miyaning to'rsimon pardasi. To'rsimon pardasi. Bu to'rsimon parda nima deb ataladi? Arachnoid mater. Arachnoid mater. Bizda arachnoid degani o'rgimchak degan ma'noni bildiradi, o'rgimchakning to'ri degan ma'nolarni bildiradi. Nima uchun? Sababi bizda bular pia mater qon tomir bilan kuchli ta'minlangan dedik. Arachnoid mater esa, ya'ni to'rsimon bosh miyaning to'rsimon pardasi kuchli qon tomir bilan ta'minlanmagan. Ulardan arachnoid materdan pia materga qarab trabekulalar o'sib chiqqan. Trabekulalar. Bular pia mater va arachnoid materni bir-biriga birlashtirib turadi. Biriktiruvchi to'qimadan iborat trabekulalar. Yana bitta qiziqarli ma'lumot, mana bu bo'shliqda, ya'ni arachnoidal bo'shliqda bosh miya suyuqligi oqib yuradi. Bu ham klinik ahamiyatga ega. Klinik ahamiyatga ega. Va nihoyat bosh miyaning 3-pardasi. 3-pardasi. Juda ham qattiq, mustahkam holatda bo'ladi. Mustahkam holatda bo'ladi. Va himoya vazifasini ham bajaradi. Demak, bu nima deb ataladi? Dura mater. Dura mater. Dura degani qattiq degan ma'noni bildiradi. Qattiq. Demak, qaytarib olamiz. Bosh miyani, ya'ni markaziy nerv sistemasini 3 ta parda o'rab turadi. Birinchisi pia mater, kuchli qon tomir bilan ta'minlangan holatda bo'ladi. Ikkinchisi arachnoid mater. Bular to'rsimon qavat bo'ladi. Qon tomir bilan ta'minlanmagan bo'ladi, yaxshi. Ularda trabekulalar bo'ladi. O'sha trabekulalar arachnoid materdan o'sib chiqib, pia mater bilan ikkalasi ko'prik hosil qilib bog'lab turadi. O'sha arachnoidal bo'shliqda o'sha bosh miya o'sha suyuqligi, likvor suyuqligi oqib yuradi. Dura mater esa qattiq parda, u himoya vazifasini bajaradi. Juda ham qattiq, pishiq holatda bo'ladi.
dura mater. Siz bilan gaplashadiganimiz shulardan iborat emas. Chunki buni klinik ahamiyati bor. Klinik ahamiyati nimada? Bular hosil qiladigan bo'shliqda. Bu bo'shliqni turli xil o'sha klinik atamalar bilan yodda saqlab qoldirmoqchiman. Demak, birinchi klinikamiz yozib qo'yaylik. Epidural qon quyilishi. Epidural qon quyilishi. O'ylab ko'ringchi, epidural qon quyilishi sababi nima? U qayerlarda bo'ladi? Shu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Hozir o'sha haqida gaplashamiz. Ikkinchi atamamiz subdural qon quyilish. Subdural qon quyilish. Subdural qon quyilishi. Subdural bo'shliq qayerda? Subdural qon quyilishi sababi nima? Uning klinikasi haqida gaplashamiz. Uchinchisi esa subarachnoidal qon quyilish. Subarachnoidal qon quyilishi. Subarachnoidal qon quyilishi nima? Subdural qon quyilishi nima? Epidural qon quyilishi nima? Qanday vaziyatlarda qon quyiladi? Uning o'sha klinikasi qanday, diagnostikasi qanday bo'ladi? O'shalar haqida qisqacha sizlarni o'sha epidural, subdural, subarachnoidal bo'shliqni eslab qolishlaringiz uchun ishlatamiz qurol sifatida. Demak, boshladik. Demak, birinchi qaytarib olamiz. Markaziy nerv sistemasi markaziy nerv sistemasini 3 ta parda o'rab turar ekan. Birinchisi pia mater, kuchli qon tomiri bilan ta'minlangan. Ikkinchisi arachnoida mater hamda to'rsimon qavat kuchli qon tomiri bilan ta'minlanmagan. Ularda trabekulyarlar bo'ladi. Pia mater va arachnoida materni ko'prik sifatida o'sha bir-biri bilan bog'lab turadi. Dura mater pishiq himoya vazifasini bajaradi, juda ham qattiq holatda bo'ladi. Shu nom bilan dura mater deb ataladi. Demak, boshladik. Birinchi ko'rib chiqadiganimiz, o'rganadiganimiz epidural qon quyilishi. Epidural qon quyilishi. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu tomonni o'chiramiz. Xo'p, epidural qon quyilishi. Epidural qon quyilishi qanday bo'ladi? Birinchi epidural bo'shliq qayerda joylashganligini bilib olaylik. Mana kallani gumbazini chizyapman. Kallani gumbaz holatini. Buni suyak deb tasavvur qilamiz. Suyak. Suyakning ostki qavatidan qanaqa parda o'raydi? Dura mater albatta. Dura mater o'rab turadi. Suyakning ostki qavatidan. U shunaqangi zich birikkan holatda bo'ladiki, suyakka birikib ketgan bo'ladi. Dura mater. Suyakka birikib ketgan bo'ladi. Uning shunchalik qalinligidan 2 qavatga ajralib qolgan bo'ladi. Ya'ni dura mater bizda 2 qavat bo'lib joylashadi bosh miyada. Birinchisi suyakka birikib ketgan, ya'ni periostal qavati. Periostal qavat hamda bizda miyaga qarab turgan tarafi bor, u meningial qavat deb ataladi.
meningial qavat. Xo'p, bular ikkita qavat bir-biri bilan o'zaro ustma-ust holatda kezib yuradi, lekin ba'zi joylarda ular bo'shliq hosil qiladi. Fiziologik, anatomik bo'shliqlar hosil qiladi. Misol uchun tepada bo'shliq hosil qildi. Bu fiziologik bo'shliq bo'ladi. Aynan o'sha tepadagi bu sinus bo'shlig'i ichkarisi endoteliy hujayralari bilan qoplangan holatda bo'ladi. Endoteliy hujayralari bilan qoplangan. Bilamiz, endoteliy hujayralari qon tomirining ichida bo'ladi. Xuddiki buni ichida venos qon oqadi. Miyadagi venos qonlar kelib o'sha joyga quyiladi. Venos qon oqadi. Venos qon oqadi. O'shaning uchun ham venos dural bo'shliqlar deb ataladi. Venos dural bo'shliqlar. Bu yerga o'sha venos qon oqqanligi uchun. Ana endi qachonki aynan o'sha fiziologik bo'shliqdan tashqarida, misol uchun ikkita bo'shliq bir-biriga o'sha ustma-ust holatda yuradi. Qachonki orasida bo'shliq hosil bo'lsa, bu patologiya hisoblanadi. Patologiya. Demak, bizda dura mater ikki qavatdan iborat edi. Periostal hamda meningial qavatlar. Ikkalasini orasida fiziologik bo'shliqlar bo'ladi. Lekin qachonki patologiyada ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha qon quyilganda. Qachonki ularning orasida o'sha bo'shliq hosil bo'lsa, normadan tashqarida bu patologiya hisoblanadi. Qanaqa bo'shliq? Aynan o'sha periostal hamda meningial o'sha bo'shliqlarning orasi subdural bo'shliq deb ataladi, epidural bo'shliq deb ataladi. Epidural bo'shliq qayerda ekan? Periostal hamda meningial qavatlarning orasida. Bu epidural bo'shliq. Bular qon tomirlar. Ya'ni meningial arteriya hamda meningial venalar hisoblanadi. Aynan o'sha meningial arteriyalar hamda meningial venalar arteriya cerebri mediadan chiqadi. Arteriya cerebri mediadan o'sha chakkaga yo'naluvchi arteriyalar chiqadi. Buning klinik ahamiyati bor albatta. Aynan misol uchun chakka suyagimizni olaylik. O'sha suyak ozroq mo'rt holatda joylashgan bo'ladi. Ya'ni juda ham mustahkam bo'lmaydi. Qachonki biror bir qattiq zarba kelsa yoki travma bo'lsa, aynan o'sha joyda joylashgan, o'sha suyakning orqasida aynan o'sha arteriya hamda venalar joylashgan, o'sha joylar yorilib ketadi. Hamda bizda epidural qon quyilish paydo bo'ladi. Epidural qon quyilish. Paydo bo'lar ekan. Epidural qon quyilish. Demak, bu normadan tashqari kengayaptimi? Demak, bu patologiya. Demak, bizda mana shu arteriya hamda vena qayerdan keldi deb o'ylayotgan bo'lsangizlar, hozirroq buni tushuntirib beraman. Xo'p. Mana bu burun qism. Bular esa quloq. Ya'ni odamni tepadan ko'rinishini chizyapman. To'g'risi unchalik rassomlik qobiliyatim ham yo'q. Bu esa kallaning asosi. Bu esa foramen magnum. Hozirroq soch ham chizib ko'raylik. Xo'p. Endi bu nima? Bu sella tursica. Ya'ni bu yerda gipofiz joylashadi. Bizda uyqu arteriyasi chiqib keladi. Uyqu arteriyasidan arteriya cerebri media chiqadi. Arteriya cerebri medianing bir tarmog'i bu chakkaga yo'naluvchi meningial arteriyalar. Aynan o'sha meningial arteriyalar
o'sha suyakni yoki miya pardasini qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Qon bilan ta'minlashda qatnashadi. O'sha joyga zarba kelib tekkanda, demak bizda gematoma hosil bo'ladi. Juda ham qattiq zarba kelganda qon tomirlar yorilib ketar ekan. Endi bu qon juda ham kichik razmerda bo'lsa, so'rilib ketishi mumkin, lekin kattaroq razmerda bo'lsa, so'rilmaydi. Natijada bizda gematoma hosil bo'ladi. Endi gematoma chegaralangan holatda bo'ladimi, chegaralanmagan holatda bo'ladimi? Chunki bu yoqda ham harakat qilishi mumkin o'sha qon, bu yoqqa ham harakat qilishi mumkin. Yo'q. Bizda suyakni birikkan joyi bor. Liqildoq deb ataymiz. Liqildoq deb ataymiz. Aynan o'sha liqildoqlarimizga o'sha bosh miyani pardalari juda ham zich holatda joylashgan bo'ladi. Orada endi bizda o'sha bo'shliqda u yog'iga o'tishga yo'l qolmaydi qon uchun. Bu yerda ham suyak bor. Liqildoq bor. Bu yerda ham o'sha hosil bo'ladi. O'sha qon bu yerda mana shu joydagina to'planadi xolos. Shu joyda to'planadi xolos. Mana. Bu haqiqiy epidural qon quyilishi. Xo'p, sababini aytib o'tdik. Kuchli zarba yoki travma ta'sirida vujudga kelishi mumkin ekan. Bu epidural qon quyilishi. Bizda klinikasi qanaqa bo'ladi? Klinikasi. Xo'p, buni MRT dan aniqlashimiz mumkin. MRT. Ekraningizga hozir rasm chiqadi. Aynan o'sha rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Aynan xuddi mana bu ko'rsatgan rasmdagidek epidural qon quyilishi rasmi keltirilgan. Aynan o'sha rasmda ahamiyatli belgisi bu epidural qon quyilishlar linza singari bo'ladi. Linza holatda bo'ladi. Xuddi qavariq linzani eslatadi hamda suyakka yaqin holatda bo'ladi. Xo'p. Demak, bizda klinikasini ko'rdik. Epidural bo'shliq nima, epidural qon quyilishining sababi nima, hamda uning diagnostikasi qanaqa bo'ladi? Diagnostikasida MRT da ko'rishimiz mumkin. Bular chegaralangan holatda gematoma bo'ladi hamda o'sha linza shaklida bo'ladi. Linza shaklida chegaralangan holatda bo'ladi. Xo'p, ketdi. Bizda epidural qon quyilish ketdi. Endi bizda subdural qon quyilishi. Subdural qon quyilishi. Subdural qon quyilishi nima? Bu dura mater edi. Dura materning ostida bilamiz arachnoida mater bor. Arachnoida mater. Keling undan oldin miyani chizib qo'ysak. Miyani. Albatta men sxematik holatda chizyapman. Sxematik holatda. Xo'p, miya deb olaylik. Ichki tarafda dura materning ostidan arachnoida mater bor. Arachnoida mater. Arachnoida materning ostidan esa albatta pia mater miya to'qimasini o'rab turadi. Ya'ni bosh miyaning yumshoq pardasi. Xo'p, dura mater bilan arachnoida materning orasiga qon quyilishi bizda subdural qon quyilish bo'ladi. Subdural qon quyilish. Bu qanaqa vaziyatlarda bo'ladi? Xo'p, bizda miyadan yig'ib olib ketadigan venalar bor. O'sha venalar mana bu sinusga quyiladi. Bu sinusga quyiladi. Venalar olaylik. O'sha venalar mana bu sinusga quyiladi. Mana bu sinusga quyiladi. Yaqinlashtirib olishni iltimos qilardim. Mana bu sinusga quyiladi. Aynan o'sha sinusga quyilgan joyda dura mater o'sha venani yaxshilab qoplab olgan bo'ladi. Mana mahkam ushlab olgan bo'ladi o'sha venalarni. Mahkam ushlab olgan bo'ladi. Endi esa tasavvur qiling. Tasavvur qiling.
Normada kalla suyagi turibdi. Kalla suyagining ichida esa o'sha bosh miya suyakka tegmay turadi. Suyakka tegmay turadi. Aynan mana shu o'sha pardalar suyakka tegdirmagan holatda turadi. O'sha arachnoidal bo'shliqda bizda likvor suyuqligiga aylanadi dedik. Xuddiki yuragimiz urgan paytda o'sha pulsatsiya bo'lganda normada liqillab turaveradi. Qimirlab turaveradi. Qachonki to'satdan qanaqadir kuchli zarba kelganda miya o'sha o'zini ichida qimirlab yuborsa, ya'ni miya chayqalsa, o'sha venalar uzilib ketishi mumkin. Uzilib ketganda aynan mana shu bo'shliqqa quyiladi. Ya'ni subdural bo'shliqqa qon quyiladi. Tushunarli bo'ldi-ya? Bizda subdural bo'shliqqa qon quyilishi quyidagicha ketdi. Ya'ni o'sha normada suyak miyaga tegmagan holat, miya suyakka tegmagan holatda bo'ladi. Ya'ni pulsatsiya bo'lib turaveradi, normada ishlab turaveradi. Qachonki qanaqadir vaziyatda o'sha turtki bo'lgan bo'lsa, kuchli zarba ta'sirida miya bosh miyani ichida qimirlab qoladi. Qimirlagandan so'ng miya bir chayqaladi. Natijada mana shu venalar uzilib ketadi. Uzilib ketgandan so'ng bizda epidural bo'shliqqa emas, subdural bo'shliqqa quyiladi. Subdural bo'shliqqa qon quyiladi. Misol uchun mana bu epidural bo'shliqqa qon quyilishi zarba ta'sirida dedik. Bunda esa zarba ta'sirida emas, balki misol uchun mashinani haydayapmiz. Mashinani haydayotganimizda avariya bo'ldi. Avariyada esa tormozni qattiq bosdingiz. Tormoz qattiq bosilgandan so'ng esa oldinga ketdingiz, bosh miya chayqaldi. Chayqalgandan so'ng esa subdural qon quyilish paydo bo'ldi. Subdural qon quyilish qanaqa bo'ladi? Subdural qon quyilishi arachnoid mater hamda dura mater orasida bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Bunga nisbatan epidural qon quyilishga nisbatan kengroq holatda bo'ladi. Bu linzaga o'xshaydi dedik. Bu esa yarim oy simon bo'ladi. Yarim oyga o'xshaydi. Ekraningizda yana bitta rasm ko'rsataman. Aynan o'sha rasmda subdural qon quyilishi keltirib o'tilgan, xuddi yarim oy simon shaklda bo'ladi. Yarim oy simon shaklda. Bu miya chayqalishlarida ko'p uchraydi. Subdural qon quyilishi. Demak, yarim oy simon shaklda bo'lar ekan. MRT-sida bu epiduralda esa bu linza simon shaklda bo'lar ekan. Linza simon shaklda. Demak, ketdi-ya bunda. Bunda ketdi. Uchinchisi subarachnoidal qon quyilishi. Subarachnoidal qon quyilishi qanaqa bo'ladi? Bilamiz, subarachnoidal bo'shliq bizda pia mater hamda arachnoid mater orasida bo'ladi o'sha bo'shliq. Pia mater, ya'ni bosh miyaning yumshoq pardasi hamda to'rsimon pardasining orasida vujudga keladi. Yumshoq parda hamda to'rsimon pardaning orasida likvor suyuqligi oqadi dedik. Qachonki o'sha joyga qon quyilsa, likvor suyuqligi bilan aralashib ketadi. Natijada o'sha qon aylanib yuraveradi likvor suyuqligi bilan. Chegara bilmas holatda. Bu qanday vaziyatlarda vujudga keladi? Bizda Villizi halqasi bor. Ya'ni qon tomirlar halqa hosil qiladi bosh miyada. Keling, o'shani chizib ko'rsatay. Villizi halqasi. Bu ichki uyqu arteriyasi. Bu arteria cerebri media. Bu esa arteria cerebri anterior. Bular esa o'sha umurtqadan keladigan
arteriyalar. Arteria vertebralis o'ng va chap ikkalasi qo'shiladi va arteria basillarisni hosil qiladi. Arteria basillarisdan posterior chiqardi va bir qancha tarmoqlar chiqardi. Demak, cerebri posterior chiqardi. Cerebri posterior hamda cerebri posterior bilan ichki uyqu arteriyasini arteria communicanis posterior birlashtirib turardi hamda bu cerebri anteriorni ikkalasini communicanis anterior birlashtirib turardi. Aynan mana bu halqa bizda Villezi halqasi deb ataladi. Villezi halqasida qaysidir qon tomir o'sha shikastlansa va qon ketsa, subarachnoidal bo'shliqqa qon quyiladi. Tushunarli bo'ldi-ya? Subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishi Villezi halqasidan qaysidir qon tomir o'sha shikastlansa, bu subarachnoidal qon quyilish bo'lar ekan. Bizda ikkita sababi bor. Birinchisi anevrizma. Anevrizma qanaqa bo'ladi? Anevrizma bekorga buni arteria communicanis posterior hamda anteriorlarni boshqa rangda chizmadim, chunki aynan o'sha joylar slaviy bo'ladi, ya'ni nozik holatda bo'ladi. Ular anevrizmaga moyil qism hisoblanadi. Anevrizmaga moyil qism bo'ladi. Anevrizma, ya'ni anevrizma nima? Anevrizma qon tomirlarining anormal holatda, normadan tashqari anormal holatda o'sha kengayib ketishi, qaytmas holatda kengayishi. Bilamiz, qon tomirlarimiz kengayib qisqarib turadi, lekin bular anormal holatda, boshqacha holatda o'sha kengayishi, lekin hech qachon orqaga qaytmasligi. Bu anevrizma. Anevrizmada o'sha qon quyilishi bo'ladi. O'sha qon quyilishi ham subarachnoidal bo'shliqqa bo'ladi. Subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishining diagnostikasi nima deb o'ylaysiz? Diagnostikasi lumbal punksiya. Qachonki siz lumbal punksiya qilsangiz, o'sha bemorlarda bilamiz, orqa miyadan suyuqlik olamiz, subarachnoidal bo'shliqdan. Suyuqlik tiniq rangda bo'ladi, tarkibida eritrotsitlar bo'lmaydi. Aynan subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilganda o'sha likvor suyuqligining tarkibida eritrotsitlar topiladi. Aynan o'sha eritrotsitlardan bilib olsak bo'ladi, subarachnoidal bo'shliqning ichiga qon quyilganini, chunki likvor suyuqligi bilan birga oqib yuraveradi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyin bolalarda tug'ma malformatsiya bor. Ya'ni Villezi halqasidagi har xil o'sha arteriyalarni o'sha zaif holatda tug'ilishi. Ya'ni bolalarda tug'ma malformatsiya ham bo'lishi mumkin sababi. Ya'ni Villezi halqasida qon quyilishi subarachnoidal bo'shliqqa quyiladi qon. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, bizning leksiyamiz shundan iborat edi. Keling bir-bir qaytarib olamiz. Birinchi navbatda bosh miyamiz va markaziy nerv sistemamiz 3 ta parda bilan qoplangan edi. Pia mater, arachnoida mater hamda dura mater. Pia mater kuchli qon tomiri bilan ta'minlangan, arachnoida mater trabekulalari bor, kuchli qon tomiri bilan ta'minlanmagan, hamda dura mater 2 qavatdan iborat, periostal hamda meningial. Ularni periostal hamda meningial qavatlarning orasida epidural bo'shliq bor edi. Epidural bo'shliq patologik holatda vujudga keladi. Epidural bo'shliqqa qon quyilish deyildimi? Demak, patologik holat vujudga kelgan. Patologik holatda bizda epidural bo'shliqqa qon quyiladi. Uni ko'rdik. Linzasimon shaklda bo'lar ekan. Keyin esa subdural bo'shliq dura mater bilan arachnoida mater orasida bo'lar ekan. Buni ham klinikasini ko'rib o'tdik. O'sha yarim oysimon shaklda. Keyin uchinchisi esa subarachnoidal qon quyilishi. Subarachnoidal qon quyilishi umuman arachnoidal bo'shliqda, subarachnoidal bo'shliqda likvor suyuqligi oqib yuradi. Likvor suyuqligi bilan qo'shilib aylanib yuraveradi qon. Bu yana bitta narsani aytib o'tay. Subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishida bemorlar to'satdan kuchli og'riqni his qiladi. Xuddi boshiga kimdir urganday, lekin hech kim urmagan bo'ladi. Subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishining asosiy belgisi. Ana endi esa subdural qon quyilishga ham asosiy bitta simptomni aytib o'tib ketay. Subdural bo'shliqqa qon quyilishi. Bilamiz, o'sha aytdikki, normada
suyak turibdi, bosh suyagi, ichida miya. Qachonki o'ynab ketsa, o'sha chayqalsa, bu subdural bo'shliqqa qon quyilish bo'ladi. O'ylab ko'ringchi, yoshlarda ko'proq bo'ladimi yoki qarilarda ko'proq bo'ladimi? Albatta qarilarda. Sababi yosh o'tgan sari, qarigan sari bosh miya, odamning bosh miyasi razmeri kichiklashib ketaveradi. Lekin bosh suyagi o'sha holatda turaveradi. Bosh miyani razmeri kichiklashgan sari oradagi bo'shliq uzoqroq bo'ladi. O'shaning uchun bu yerdagi venalar uziluvchan holatda kelib qoladi. Qarilar sal qaltis harakat qilsa ham o'sha subdural bo'shliqqa qon quyilib ketish ehtimolligi katta holatda bo'ladi. Demak, ko'rib chiqdik, epidural bo'shliqqa qon quyilishi, subdural bo'shliqqa qon quyilishi, subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishi haqida gaplashib o'tdik. Xo'p. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agarda ushbu video bo'yicha tushunmovchilik bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta javob beraman. Hech qachon ilm olish va izlanishdan charchamang deyman. Har doim sog' va salomat bo'ling.